Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Ukrainalik Paveldan savol. 1-Salonikalarga 2-bobining 18-oyatida shayton havoriy Pavlusning xizmatiga to'sqinlik qilgani yozilgan. Ayniqsa men, Pavlus, borishni juda xohlagandim, lekin shayton bunga yo'l qo'ymadi. Havoriylar faoliyati 16-bobining 6-7 oyatlarida esa Pavlus va uning yo'ldoshlari Frigiya va Galatiya o'lkasidan o'tishdi. Muqaddas ruh Asiya viloyatida Iso haqidagi xabarni va'z qilishni ularga taqiqlagandi. Ular missiyadan o'tib, Bitiniya viloyatiga kirishga harakat qildilar, ammo Muqaddas ruh orqali Iso ularga ijozat bermadi. Hayotimizda duch keladigan to'sqinlar Xudodanmi yoki shaytondanmi? Qanday tushunish kerakligini tushuntirib bering. Qaysi holatlarda qat'iyatli bo'lish kerak, qaysi hollarda esa kamtarlik va itoatkorlik ko'rsatish lozim? Juda yaxshi savol. Aslida Iso Masih tomonidan qutqarilgan inson haqida gapirganimizda, uning hayotining ma'nosi Iso Masih bizni nima uchun yaratgan bo'lsa, o'sha maqsadga muvofiq foydali bo'lishdan iboratdir. Efesliklarga 2-bob 10-oyatda inoyat bilan qutqarilingizdan so'ng bu sizlardan emas, balki Xudoning inomi, toki hech kim maqtanmasin deyiladi va davom ettiriladi. Biz Masih Isodan Xudo oldindan tayyorlab qo'ygan ezgu ishlarni bajarish uchun yaratilganmiz. Ya'ni, agar Masihiy najot topgan bo'lsa-yu Xudoning ishida faol ishtirok etmasa, u shubhasiz zarar ko'radi. Biz xizmat qilish uchun, Rabbimiz bizda va biz orqali harakat qilish uchun yaratilganmiz. Buni e'tibordan chetda qoldiradigan odamlar Masihiy hayotning ulkan qismini yo'qotadilar va shu bois ma'noni boshqa joydan izlaydilar. Ammo biz Xudoning ishi bilan shug'ullanishni boshlaganimizda shunga o'xshash holatlarga, ya'ni muammolarga duch kelamiz. Xudoning ishidagi muammolar muqarrar va ular bir necha sabablarga bog'liq. Balki barcha muammolarning asosiy sababi dunyoning yovuzlikka ekanliklaridir. Efesliklarga 6-bobida shayton bu dunyoning hukmdori ekanligi, uning bu asrning dunyo hukmdori ustidan hokimiyati berilgani, ya'ni maxsus o'g'irlash, o'ldirish va yuk qilish bilan shug'ullanadigan tashkiliy uyushgan zulmat kuchlari, ruhiy zulmat kuchlari haqida aytilgan. Ya'ni uning ma'nosi, uning maqsadi har qanday ezgulikni ildizi bilan yo'q qilishdir. Shuning uchun o'sh xabarining tarqalishiga yo'l qo'ymaslik, odamlar uni eshitmasligi uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi. Keyin esa xushxabar eshitgan odamni chalg'itadi. Agar chalg'ita olmasa, uni boshqa narsalar bilan qiziqtiradi. Bu turli xil qarshiliklardir. Bunday qarshiliklar ko'pincha jismoniy shaklda namoyon bo'ladi. Masalan, havoriylar va'z qilganlarida norozi odamlar gunohlari paydo bo'ladi. Yahudiylar, Dmitriy Serbenikov, Aleksandr mizg'ilarini eslang. Ularga o'xshash odamlar imonlilarni ishlariga qarshilik qilishadi, cheklashadi, taqiqlashadi, kaltaklashadi, qamoqqa tashlashadi. Bularning hammasi zulmat kuchlar qilishadi. Aziz do'stlar, har qanday yaxshi ishni boshlasangiz, albatta shaytonning qarshiligiga duch kelishingizni biling. Bu turli shakllarda bo'lishi mumkin. Jamoatingizda kimdir qarshilik qiladi yoki umumiy ruhni susaytiradi. Ehtimol jamoatingizdan tashqari kimdir sizga to'sqinlik qilishi mumkin. Mablag', kuch-quvvat, sog'lik yetishmaydi. Turli muammolar paydo bo'ladi. Har xil to'sqinlik bo'ladi. Ya'ni biron bir ish hech qachon qarshiliksiz amalga oshmagan. Bunday qarshiliklarning bo'lishi aniq. Endi biz bunday qarshiliklar haqida gaplashganimizda, bularni barchasi zulmat kuchlari tomonidan qo'zg'alayotganiga qaramay, shuni yodda turishimiz kerakki,
Bularning barchasidan ustun turuvchi Xudo butun olamning egasidir va unga hamma narsa, shu bilan birga zulmat kuchlari ham bo'ysunadi. Inson biron xizmatni boshlaganida shayton unga to'sqinlik qilishga intiladi. Biroq Xudo bu vaziyatni nazorat qiladi va ma'lum bir maqsadga bunga yo'l qo'yadi. Bularning barchasidan asosiy maqsad ruhimizni o'stirish, yondashuvimizni takomillashtirish, Xudoga bo'lgan bog'liqligimizni ko'proq his qilishimiz, iymonimizni chuqur anglashimiz. Biron yutuqqa ergashganimizda buni o'z qobiliyatimiz emas, balki Xudoning bizni yo'naltirishi, marhamati va to'sqinlarni yengib o'tishimizga imon bergani tufayli ekanligini tushunishimiz. Demak, xizmatdagi to'siqlar bilan bog'liq ikki holat mavjud. Bu albatta inson qalbini dushmandan kelib chiqadi. Ammo Xudo bunga yo'l qo'yadi va ruxsat beradi. Shuning uchun qaysidir ma'noda har bir ishda shayton to'sqinlik qilyapti yoki muqaddas ruh bunga yo'l qo'ymaydi deb ayta olamiz. Endi bunga qanday munosabat bildirish kerakligini ko'rib chiqaylik. Qayerda chindan ham qat'iyatli bo'lib davom etish kerak, qayerda esa chekinishimiz kerakligini qanday bilsam bo'ladi? Aytgancha, qayerda kamtarlik ko'rsatishim kerak degan savol bor edi. Kamtarlik har doim bo'lish kerak. Qat'iyatlik kamtarlik ruhida bo'lish kerak. Agar qat'iyatligingizda o'zingizni tasdiqlash shakli namoyon bo'lsa, bu xavfli holat bo'lib, unda albatta mag'lub bo'lasiz. Hatto g'alaba qozonsangiz ham u yuzaki va vaqtinchalik bo'lib, ruhiy natijaga keltirmaydi. Bularning barchasiga qanday yondashish kerak? Avvalo ibodat bilan, ya'ni har qanday ishni boshlaganda, ey Rabbim, tushunishimcha bu yaxshi ish va uni amalga oshirishni xohlayman. Biroq mening emas, sening xohishing bajo bo'lsin. Hamma narsani ko'rolmasligimni bilaman. Bugun sen yaxshi ishga yo'l qo'ymasliging uchun sabablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu borada senga sodiq bo'lishni istayman. Lekin shu bilan birga sening natijangni qabul qilishga tayyorman, deb ibodat qilishimiz kerak. Bu nimani anglatadi? Amalda bu kuchingiz yetgancha harakat qilishni bildiradi. Birinchidan, kuchingiz tugagan joyda mas'uliyatingiz ham tugaydi. Ikkinchidan, qilayotgan ishingizda hech qachon gunohga yo'l qo'ymang. Bu yolg'on manipulyatsiya yoki Xudoni ishini oldinga surish uchun uning tamoyillarini chetlab o'tish bo'lishi mumkin. Bu shunchaki Xudovand hozir ruxsat bermayotganligini anglatadi. Aniq tushunish kerakki, Xudo sizga ba'zi narsalarni beradi, ba'zilarini esa bermaydi. Masalan, agar siz qandaydir xushxabar aytish bo'yicha tadbir o'tkazmoqchi bo'lsangiz va hamdu salomchilaringiz mavlud yoki fisq bayramlarida Masih haqida eshitgani kelgan odamlarni imkon qadar yaqinroq xizmat qilishni istasangiz, bu yaxshi niyat. Lekin hamdu salomchilaringiz yetarli darajada tayyorlanmagani uchun g'azablanib, butun muhitni kamtarlik ruhini o'rniga insoniy va jismoniy munosabatlarga to'ldirsangiz, ana shu nuqtada to'xtashingiz kerak. Demak, Xudovand sizga bunday imkoniyat beryaptimi va ishni soddaroq bajarish kerak. Xudo oddiy musiqada ham, oddiy so'zda ham, vazni oddiy shaklda ham odamlarning yuragiga tega oladi. Albatta, biz iloji boricha yaxshiroq qilishni xohlaymiz. Xudoyimiz eng yaxshisiga munosibdir. Lekin shuni aniq bilamizki, qaysidir nuqtaga yetganimizda gunohkor narsa boshlanadi va aynan shu nuqtada to'xtashimiz kerak. Ajoyib javob. Rahmat, Aleksey Alekseyevich. Aziz do'stlar, bugun biz bilan birga bo'lganingiz uchun katta rahmat. Bugun shu yerda tugatamiz. Xudo marhamatlasin.